Soat ertalabki 7 va men o'qishga ketishim kerak va bugun 7 para. Tayyorlanamiz. Hozir yuzimni yuvib, kofe tayyorlab kelsam, ancha o'zimga kelaman. Qizlar, bugun tonalka qo'yish niyatim yo'q, shunchaki yuzimni yaxshilab namlab, ustidan makiyajlarni qilaveraman. Tonalkada kecha juda qiynaldim chunki. Qizlar, makiyajim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, asosiy qismi baribir yaltiroq bo'ladi. Sariq kiyimimni kiyishga qaror qildim, shuning uchun makiyajimizga ozgina bu sariqdan ham qo'shib yuboramiz. Mana ko'z makiyajimga ozgina sariq aralashtirib yubordim. Endi shu yerimga ozgina podvodka chizmoqchiman, lekin qorada emas. Sal to'qroq korичневый rangda shtuq qilib chiqarib olaman strelka. Yoshligimda ayam ko'p kamroq makiyaj qildirdi. Уже hozir umuman makiyajimga aralashmay qo'ygan va men katta bo'lganimni his qilyapman. Prekincha qizlar. Qizlar, bilasizlarmi, men bir kun ham yuzimda ugrisiz tindiq bo'lib o'qishga borishim kerak emas. Doim mana shunaqa mana ugrichalarim yugurib chiqib oladi. Tush birinchi qavati. Bugun yuzimni jab pushta qilib olmoqchi emasman, sal to'mliroq qilmoqchiman. Sal kuzga mosroqda endi. Shuncha rumyona bo'ladimi qizlar? Ekanmi? Bo'ladi. Endi esa porlash vaqti qizlar, yaltirashimiz kerak. Tushimni 3-qavatini ham sizlarga aytmasdan qo'yib oldim. Nude korичневыйroq pomada qo'yaman. Mana qizlar, bugungi makiyajimiz tayyor bo'ldi. Bugungi kunimni aynan shu makiyajim bilan o'tkazaman. Sizga bu makiyaj yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Ko'proq shunaqa videolar uchun esa profilimga obuna bo'lib qo'ying. Men kiyinib ketdim. Sizga esa xayrli kun. Paka-paka.